Bilarmidingiz, Afrikadagi eng xavfsiz davlatlardan biri bo'lgan Marokash aslida deyarli barcha qo'shnisi bilan muammolari bor. Marokash Afrikada joylashgan islomiy davlat, ajoyib tarixi va go'zal tabiatiga ega. Lekin deyarli hamma chegarasida muammosi bor va bu yerda paradokslar ko'p ekan. Agar Ramazon oyida ko'chada ovqatlansangiz, unda 6 oygacha qamalishingiz mumkin. Lekin hijob o'rash shart emas. Klublarda yoki plyajda bemalol ochiq kiyinib yurganlarni, hatto Ramazon oyida iftordan keyin arabcha raqqoslarni ham ko'rish mumkin. Aroq ichish rasman taqiqlangan va yana 6 oygacha qamoq jazosi belgilangan. Lekin Marokash Afrikadagi vino ishlab chiqarish bo'yicha eng yetakchi davlatlardan biri. Bu davlat aslida islomiy davlat, lekin konstitutsiyasi zamonaviy qoidalarga qurilgan. Bu yerda din erkinligi bor. Shunda o'ylab qoladi odam, Marokash islom dinidan faqat o'ziga to'g'ri keladigan joylarni olib, qolganlariga ko'z yumganmi yoki bu yoqda islom dini shunchaki fasadmi? Bu sayohatda birinchi bo'lib Marokash eski poytaxti qadimiy Marakash shahriga boramiz. Keyin Sahroi Kabirga berberlar bilan ko'rishib, Jazoir chegarasi tomon o'tamiz. U yoqdan chiqib o'sha mashhur Fes shahri va turistlarni jalb qiluvchi Chefchaouen ko'k shaharni ko'ramiz. Oxiri dunyodagi eng xavfli va qattiq qo'riqlanadigan chegaralardan biriga borib, yurib o'tamiz. Agar bir soniyaga ham ko'zingizni yumsangiz, o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shvetsariyadan Marokashga 3,5 soatcha parvoz davom etadi. Ungacha bizga juda ham o'xshashib ketadigan Marokash tarixi haqida qisqacha gapirib bersam. Marokashning tub xalqi berberlar 10 ming yildan beri bu yo'lda yashab kelishadi. Tasavvur qilishingiz uchun, u paytda hali piramidalar qurilmagan edi. 8-asrda xalifalik davrida islom dini kirib keladi. Shundan so'ng shu kungacha asosiy din bo'lib qolgan. Orada Marokash rivojlangan va urushlarda qatnashib, mustamlaka bo'lishga ham ulgurgan. 1956-yilda Ispaniya va Fransiyadan mustaqillikka erishgan. Lekin haligacha fransuz tili ikkinchi til bo'lib qolgan. Xuddi bizda rus tili bo'lganidek. Hozir men endi Marokash shahriga kelganman. Bu yoqda mana bu ko'rayotgan joyinglar hozir hammasi Riyad deyilar ekan. Ya'ni bu o'zimizning hovli. Bu ko'rinishdan to'kilib pishiyotgan joylarga o'xshaydi-yu, lekin bular 5 yulduzli mehmonxonalar hammasi shu yerda. Yoshligimda dadam Rossiya ertak berishni yaxshi ko'rardilar. Hozir o'sha ertaga tushib qolgandek bo'laman. Lekin bu yo'lni topib kelish oson bo'lmadi. Aeroportdan chiqqandan keyin otelim taksi yuborish kerak edi. Lekin taksidan asar ham yo'q. Ularga telefon qilsam, hech kim ko'tarmadi. Xavotirga tushishni boshladim. Begona yurt, taksi yubormagan, telefonni olmadi. Xullas, amallab taksi tutib o'zim bordim. Otelim Medina, ya'ni eski shaharning ichida ekan. U yerga mashina kira olmadi. Meni yo'lda tashlab ketdi. Xullas, amallab GPS ga qarab borsam, u joy bo'm-bo'sh. GPS bu yoqda yaxshi ishlamas ekan. Xullas, amallab otelimni topib kirdim. Oteldagilar bilan gaplashganimda menga qiziq gap aytishdi. So you just said that if you break your fast during the day, if someone saw you like the police or something they stopped you outside eating, they will arrest you like for more than 2 years. For more than 2 years in Morocco they are arrested. Yeah. Just if you break fasting during the day, you have to do it in your house. Okay, how about the praying then? If you don't do 5 times praying, do they do anything about it? No. No, okay. No. For the praying, no. No. But for Ramadan, it's crazy. Yeah, it's more than. Okay. What else do they do for religious? Like, for example, if you don't do something? Just Ramadan. Ramadan, okay, especially Ramadan you really have to do it. Okay. No matter what, you gotta do it. Yeah, even if you want to break fast,
Like during the day you have to hide. Bu akamiz ozgina vahima qildilar. Undan keyin ma'lumotlarni tekshirsam, bu 222-qonun ekan. Va unga ko'ra, agar musulmon bo'lsangiz va Ramazon oyida ko'chada ovqatlansangiz, unda 1 oydan 6 oygacha qamalishingiz mumkin. Lekin turistlar uchun bu qoida istisno etilgan. Sababi islom dinida sayohat qilayotgan yoki safarda bo'lgan odam ro'za tutishi shart emas. Men bu gapim bilan fatvo berish yoki nimagadir undash niyatim yo'q. Shunchaki menga berilgan ma'lumotni sizga yetkazib beryapman. Har doim bu ma'lumotlarni o'zingiz uchun tekshirib oling. Marokash shahri juda ham tarixiy va o'zgacha shahar. Men turgan otel bu eski shahar o'rtasida va ular eski shaharni bozorga aylantirib yuborishgan. Tasavvur qiling, siz Chorsuvning qoq o'rtasida yashayapsiz, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bu yoqda turistligingizni bilishsa, hamma sizga nimadir sotishga, pul undirishga harakat qilishadi. Meni ham aldab bu magazinga olib kirishdi. Albatta hazil, o'zim kirdim. Bu yoqda har xil Marokash xalqiga oid narsalar sotilar ekan. Misol uchun, mana bu pichoq haqiqiy sahroda ishlatiladigan berberlarning pichog'i ekan. Asosi yog'och va tuya suyagidan yasalgan. Bu ular uchun luxury, lyuks hisoblanadi. Sahroga yo'l olganimni hisobga olib, o'zbekcha savdolashib, narxini tushirib, 20 yevrochaga oldim. Bo'yib pichoqni olganimga mana buni tekinga qo'shib berdi. Bozorda yurish jonga tegdi, chiqib ketish kerak bo'ldi. Lekin menimcha men adashib qoldim hozir. Lekin agar bu shaharda adashib qoladigan bo'lsangiz, har doim Kutubiya masjidiga qarab orientir olsa bo'ladi. Sababi bu umuman Marokash shahridagi eng baland bino hisoblanadi. Bu yoqda rasmiy qonunga ko'ra boshqa hech qanaqa bino bundan baland bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham bu minorani deyarli 25 kilometr uzoqlikdan ko'rish mumkin. Marokash shahrining haqiqiy ramzi bu masjid minoraga yurib chiqish juda qiyin. Chunki u yoqda zinalayo o'rniga otlar uchun mo'ljallangan yo'l qurilgan. Tasavvur qiling, azon aytgani chiqqanda faqat ot bilan chiqiladi. Yana sizga boshqa qiziq fakt. Shu shaharda deyarli hamma bino bir xil rangda. Sababi boshqa rangga bo'yash qonunan taqiqlangan ekan. Va qiziq tomoni, bu uylarning ranglari quyoshga qarab o'zgaradi. Sariqroq yoki jigarrang bo'ladi. O'zi hozir sizlarga men cho'lning o'rtasida bog'i ko'rsatmoqchiman. Bu yoqqa borish uchun taksiga o'tirdim, lekin turist narxini to'ladim. Umuman bu yoqda hamma narsaning narxi turistlar uchun o'ta baland. Hatto Yevropa narxlaridan ham balandroq. Boya meni Medinaga kirishdi. Tashab ketgan taksi amaki ham o'zi 2 barobar qilib olgan pulidan tashqari yana tips, choychaqa uyalmasdan so'radi. Mana o'sha sahroning o'rtasidagi 11-asrdan beri turgan ko'l. Tasavvur qiling, 1000 yildan beri sahroning o'rtasida qurimasdan turibdi. Bu haqiqiy injeneriya mo'jizasi. 11-asrdagi muhandislar shaharga suvni 30 kilometr uzoqlikdagi Atlas tog'laridan yer osti kanallari orqali olib kelishgan. Sababi sahroning o'rtasida bo'lgani uchun suv yer ustida bug'lanib ketgan. U paytdagi muhandislar haqiqiy geniy bo'lishgan. Tasavvur qiling, elektr toki yo'q, nasos yo'q, shunchaki geometriyani to'g'ri qo'llash bilan baland tog' suvlarini yer osti quvurlariga tushirib shahargacha olib kelishgan va mana bu minglab zaytun daraxtlarini sug'orishgan. Lekin hozirgi kunda bu suvni ichib bo'lmaydi, chunki 1000 yillik quvurlar har xil bakteriyalar bo'lishi mumkin. Oson bo'lmadi bugun. Samolyot, kun bo'yi yurish, iftorliga zo'r joy zayn qilib qo'yganman. Bu yerda 17-asrda qurilgan saroy. O'sha qirollar yashagan saroy hozir restoranga aylangan ekan. O'sha yerda iftorlik qilamiz. Marokashning milliy taomlaridan biri tajin ekan. Balki men noto'g'ri talaffuz qilayotgandirman, lekin uni go'shtini sekin pishirish bilan tayyorlashar ekan. Taomlardan tashqari bu yoqda qo'shiqchilar, har xil shoular bo'ldi. Lekin meni eng hayron qoldirgan narsa bu arab raqsi bo'ldi. Boya ro'za tutmasangiz qamalasiz degandim. Mana sizga ovqatlanish joyi. Hop, Marokashdagi birinchi kun ham tugadi. To'g'risini aytsam, menga bu shahar uncha yoqmadi. Sababini ko'rdinglar, odamlar bu yerda faqat o'sha pulga yopishib olgan. O'zi shahar ham juda ham bardak ekan. Lekin oxirgi borgan restoranim juda ham yoqdi. Umid qilaman endi ertangi kun bundan yaxshiroq bo'ladi.
Mani suvim tugadi. Agar tezroq suv topmasam, tanamda soatiga 1 litr suv yo'qotishim mumkin. Lekin bu meni o'ldirishi mumkin bo'lgan yagona narsa emas. Ikkinchisi, bu sahrodagi chayonlar eng xavflisi hisoblanadi. Ular ko'pincha ko'zga ko'rinmas bo'lib, qumlarning ichida, qumlar orasida yuradi va oyoq kiyimingizga kirib olishi ham mumkin. Uchinchisi bu qum bo'roni. Kinolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ular 10 metr tepaligigacha chiqishi mumkin va agar ichiga tushib qolsangiz, nafas olish iloji bo'lmaydi. To'rtinchisi, chegaradagi minali bombalar. Bu chegaralar dunyodagi eng uzun mina bombali chegaralar hisoblanadi va u bombalar ko'zingizga ko'rinmaydi agar adashib bosib oladigan bo'lsangiz. Beshinchisi, bu sovuq. Sahroda issiq deb o'ylashingiz mumkin, lekin kechqurun bu harorat juda sovib ketadi. Oltinchisi, bu terror guruhlar. Sahroy kabir shunchalik kattaki, uni hech qaysi davlat boshqara olmaydi. Shuning uchun terroristlar shu yerga kelib joylashib olishgan. Xullas, buni yo'li ko'p. Telefon, internetim ham botda ishlamayapti. Menimcha men adashib qoldim. GPS'im ishlamayapti. Fes shahrida internet yaxshi ishlamas ekan. Ayniqsa Medinaning ichida GPS noto'g'ri ko'rsatyapti. Fes Marokashdagi eng qadimiy shahar. 8-asrda xalifalik davrida Marokashda qurilgan birinchi shahardir. Bu Medinada 9000 ta tor, faqat piyodalar uchun mo'ljallangan ko'chalar bor. Tasavvur qiling, shu ko'chalarda va bir-biriga yonma-yon uylarda 30 ga yaqin odam yashaydi. Bu shahar Marokashning madaniy va diniy poytaxti deb hisoblashadi va hatto o'tgan asrgacha davlat poytaxti vazifasini bajargan. Bu yoqda asrlar davomida qurilgan va haligacha ishlayotgan ajoyib joylar bor. Lekin bu shaharga kelayotganimda qiziq voqea ro'y berdi. Marokash Afrikada joylashgan va o'ylashingiz mumkin, Afrikada har doim issiq bo'ladi. Lekin bu davlatda qor ham yog'ar ekan. Yo'limizda bir bog'ga kirdik. U qorga burkangan va maymunlar bemalol o'ynab yurgan ekan. Ular turistlarning kelishiga o'rganib qolishgan. Hatto qo'lingizdan ovqatni ham tortib olishadi. Fesda bir qadimiy joy bor. O'sha yo'lga anchadan beri kelishni niyat qilgan edim. Hozir o'sha joyga qidirib yuribman. Juda ham yomon hid kelyapti. Mana hidi bu. Qarang, kiriluch. Mint berishdi. Bu yo'lga mintsiz kirish mumkin emas ekan. Yo'qsa xushingizdan ketasiz. Bu joy 11-asrdan beri ochiq ekan. Ular teridan dunyodagi eng qimmat kurtkalar, sumkalar va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishadi. Eng qizig'i, ular terini yumshatish uchun kabutar axlati va sigir siydigini aralashtirilgan suvga tiqishar ekan. O'shaning uchun hidi shunaqa yomon. Keyin tabiiy mahsulotlardan foydalanib, unga rang berishadi. Xullas, tayyorlanish ham, rang berish ham hammasi tabiiy mahsulotlar. Bu joyi opa-singillarimiz Klon serialidan yaxshi bilishsa kerak. Hop, yo'lda davom etamiz. Bu men xohlagan joy emas. Bularning eski shahari bizani bozorlarga o'xshar ekan, lekin odamlari ozgina g'alatiroq. Hop, bu yerda odamlarni rasmga olish yoki videoga olish mumkin emas ekan. Ya'ni ular olaman desangiz, ular yo deydi. Uni to'g'ri tushunish mumkin, chunki agar ularning shaxsiy rasmi internetga chiqib ketishini xohlamaydi. Lekin qiziq tomoni, ular o'zini mahsulotini ham rasmga olishga ruxsat bermayapti. Agar olaman desangiz, pul ber, keyin olasan deyapti. Juda ham qiziq. Mana sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim. Hozir men sizlarga Marokashga kelgan eng asosiy sabab nimaligini ko'rsataman. Yo'q, ikkinchi sabab ekan. Yo'q, uchinchi sabab ekan. Xullas, asosiy sabablardan biri aynan shu joy. Mana sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim. Bu dunyodagi eng qadimiy universitet. 9-asrda ochilgan. Bu joy tasavvur qilishingiz uchun Amir Temur 1336-yilda tug'ilgan. Amerikani 1492-yilda kashf qilishgan. Oksford universiteti 1096-yilda ochilgan bo'lsa, bu universitet 859-yilda ochilgan va bugungacha bir marta ham yopilmasdan ishlab kelyapti. Eng qizig'i, ayol kishi Fatima Al-Fahriy otasidan qolgan hamma pulni ishlatib, shu universitetni ochgan. Hozir qiziq voqea sodir bo'ldi.
turgidimiz bilan ketyapti-da, so'radi, musulmonmisan dedi. Ansam. Unda Qur'on oyatini aytib ber dedi. Men nega deb so'radim. Prosta aytib ber dedi. Hop deb Fotiha surasidan boshladim, to'xtatdi meni. Keyin bo'ldi, tushundim, bo'ldi, yetadi dedi. Nega desam, hozir kiradigan joyimizdagi faqat musulmonlar kirishi mumkin dedi. O'shani meni tekshirmoqchi bo'libdi musulmonman rostdan yoki yo'q. Bu universitet qurilishi uchun 18 yil vaqt ketgan va o'sha davr mobaynida Fatima har kuni ro'za tutgan. Tasavvur qiling, 8370 kun degani. Bu haqida alohida videoda gapirib bergan edim. Uni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Marokashning bu shahrini siz internetda ko'p ko'rgansiz. Bu yerda hamma uy, bino, ko'chalar ko'kka bo'yalgan. Shunda savol tug'iladi. Nega bu shaharni ko'kka bo'yashgan? Kimdan so'rasangiz, hammani o'ziga yarasha versiyasi bor. Misol uchun, bir xil buni sababi yahudiylar 1930-yilda osmon va jannatni misol sifatida shaharni ko'kka bo'yashgan deydi. Yana bir xil eng asosiy sababi chivinlarni chalg'itish uchun deyishadi. Ko'k rangni ko'rgan chivinlar uni oqayotgan suv deb o'ylar ekan va unga qo'nmas ekan. Ya'ni kimdir issiqdan saqlanish uchun desa, boshqalar shunchaki turistlarni jalb qilish uchun deydi. Xullas, qaysi versiya sizga yoqsa, o'shani tanlab olishingiz mumkin. Chunki aniq bir sabab yo'q. Bu sharsharani suvi tog'lardan oqib kelar ekan va oldinlari asosiy ichish suvi hisoblangan. Lekin hozirda bu yerda ayollar kelib, kirlarini shu suvga yuvishadi. Albatta, pul tejash uchun. Do you want to be on the video as well? No, it's okay. Yeah. Are you okay with it? Yeah. It's okay. Well, you can introduce I yourself. was making vlogs when I was young. I was making vlogs on YouTube like this. Menga bu shaharda marokashlik bu bola gidlik qiladi. O'zi shu ko'k shaharda tug'ilib o'sgan ekan. Lekin eng qizig'i, bu o'zini shahari haqida o'zi yaxshi bilmas ekan. Men unga faktlar aytib yuribman. Hozirgi yoshligi nima bo'lgan o'zi? You play accordion? إذا ما كانش الفيديو إذا ما كانش تشتغل في الفيديو إذا ما كانش Telefon internetim ham bo'tda ishlamayapti. Hozir endi men qadamlarimdan qarab yurishni boshladim. O'zinglar agar yo'qolib qolsanglar, ketmanglar hech qayerga, kutib turinglar deyishdi. Lekin biz ozgina yurish kerak menimcha, chunki kechqurun tushyapti. Может, men bu ko'rayotgan qadaminglardan yurib ko'raman. Agar shu qadamlardan yurib, может, boy kelgan joyimga chiqib olarman. Sahroyi Kabirga olib ketadigan turga o'zligi oteldan olib ketishligi kerak edi. Lekin boya aytganimdek, meni otelim eski shahar ichida va u yoqga mashina kira olmaydi. Shuning uchun ularni oldiga chiqishim kerak ekan. Bu tur 3 kun davom etadi.
va orada Marokashni ajoyib tabiatini ko'ramiz. Berberlar qishlog'i, yashash tarzi va sahroyi kabr. Saharaga ketadigan avtobusga kech qoldim. Lekin ketib qolishmabdi, kutib turishibdi meni. Agar yana kech qolsam, ketib qolishar ekan. Почти ketib qolay deyishdi lekin. Kech qolganimni plyusi bor ekan. Orqadagi hamma joy to'lib qopti. Bu degani, men oldinda o'tirib, sizlarga shunaqa chiroyli manzaralarni ko'rsatib ketaman. Birinchi stop Atlas tog'lari. Aynan shu tog'lar Sahroyi Kabrga darvoza vazifasini bajarib beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Marokash Afrikada joylashgan bo'lsa ham, uni shaharlari cho'l zonasida emas. Bu yerda hatto dehqonchilik qilib, meva-sabzavotlar yetishtirib chiqazishadi. Buning asosiy sababi aynan shu Atlas tog'lari. Bu Sahroyi Kabrni quruq va issiq iqlimini o'zida ushlab qolib, Marokash shaharlari uchun mo'tadil iqlim yaratib beradi. Buni natijasida ular argan yog'i ishlab chiqarish bo'yicha yetakchiga aylangan. Eng qiziq tomoni, bu yog' mevasini echkilar daraxtga chiqib yeyishar ekan. Ular yeyolmagan danaklarni fermerlar terib olib, argan yog'ini ishlab chiqarishadi. Bu yog' sochga foyda ekan. Men ham sochimga surib oldim. Qo'lim yog' bo'lib ketdi. Sizlar sevib tomosha qilgan hamma kinolar shu yerda olingan. Gladiator, Game of Thrones, Taxtlar o'yini, Prince of Persia, Fors shahzodasi va biz yoshligimizda rosa tomosha qilgan o'sha Alibaba va 40 qaroqchi ham aynan shu shaharda olingan ekan. Va undan tashqari yaqinda chiqadigan Christopher Nolanning Odyssey kinosi ham aynan shu yerda olingan. Bu joy umuman Gollivuddagi eng ko'p kinoga olinadigan joylardan biri hisoblanar ekan. Bizani gidimiz aynan shu shahardan ekan va o'sha Odyssey filmida ham epizodik rol o'ynabdi. Bu shahar shunchalik qadimiyki, bu yerda yashash uchun deyarli imkoniyat yo'q. Shuning uchun ko'p oilalar daryoning narigi tarafiga ko'chib ketishgan. Bu shaharda bor yo'g'i 5 tagina oila yashar ekan. Va ularda na gaz bor, na suv bor va na elektr toki bor. Suv olish uchun ular ertalab o'sha naryo shaharga o'tishar ekan va o'sha shahardan suv olib kelishadi. Sahro uchun eng kerakli narsalardan biri bu sharf. Meni yo'lda bir sotuvchi ushlab, boshimga sharfni o'rab, 20 euro pulimni oldi. Lekin orqamga qarasam va gruppamni yo'qotdim. Buni bo'lishini bilardim, bunaqa bo'lib qolishini. Hozir shaharda gruppamni yo'qotdim, endi bularni amallab topish kerak. Tasavvur qiling, umuman birinchi marta kelgan davlatimda va sahroning o'rtasida na suv, na svet, na gaz bor shaharda yo'qolib qolsam. Qizig'i, meni chemodan, hamma narsalarim mashinada qolib ketgan. Xullas, meni hozirgi strategiyam o'sha shaharga kirgan joyimizga borish va o'sha yerda kutib turish. Amallab topdim gruppani. Vashsi qo'rqib ketdim, lekin ularni yo'qotib qo'ydim-da. Yurma deganda yurmasdan turishni o'rganishim kerak edi, bor. Sahroga yo'lda davom etamiz va eng oxirgi to'xtashimiz bu berberlarning qishlog'i bo'ladi. Bu odamning ismi Kuskus, turkcha ovqat ismiga o'xshash. U haqiqiy berberlardan, shu ajoyib manzarali, tog'u toshlarda tug'ilib katta bo'lgan. Berberlar hayoti, yashash tarzi va qayerdan pul topish haqida gapirib berdi. What was your name? Rashid Kuskus. Rashid Kuskus. Yes. You are a real Berber, right? Yes, sir. Yeah, Berber. Okay. Bu berber qishloqlaridagi ayollar. Ularni egnidagi kiyimni ko'ryapsizmi? Yelkasiga oq libos tashib olgan. Bu pasportga o'xshagan ID ekan. Erga teggan ayollar shunaqa kiyinishi shart. Boshqalar buni bilishi uchun. Ba'zida yoshi 35 dan oshgan ayollar ham bunaqa kiyib olishar ekan. Albatta, Kuskus ham, oilasi ham islom dinida. Bizga Marokashdagi musulmonlar qanaqaligini tushuntirib berishga harakat qildi. Yana qiziq paradoks. U ichishni yaxshi ko'rar ekan, lekin eng qizig'i, Marokashda aroq ichgan odam 6 oygacha qamalishi mumkin. Sahroning yo'lida juda ham ko'p aroq butilkalarini ko'rdik. Odamlar o'sha joylarga kelib, bekinib ichishar ekan. Berberlarning uyiga kirib, ayollari gilam to'qishini ham ko'rdik va berberlar bizga gilam sotishga harakat qilishdi. Lekin bizning gruppada oladigan odam topilmadi. Bugun ularning bozori bo'lmadi endi.
Marokash asli xalqi bu Amazigh xalqi hisoblanar ekan. Bular berberlar deb keyinchalik atalgan, ya'ni barbarians. Amazighlar shunaqa tog'li joylarda yashashgan ekan. Va bu yoqda ko'rib turganingizdek, o'sha Amerikadagi Grand Canyonsga o'xshagan joylar bor. Va nihoyat sahroga ham yetib keldik. Endi u yog'iga bizani mikroavtobus kirolmas ekan. Boshimizga sharfni o'rab, sahroni qoq o'rtasiga tent, chodirlarimizga borishimiz kerak. Sahroda bugun yotib qolaman va men turgan chodir lyuks chodir. Bu yerda почти hamma sharoitlar bor. Konditsionerdan tortib, issiq suvgacha, svet, xullas rozetkalargacha hamma narsa bor. Lekin meni eng hayron qoldirgan narsa bu shu sharoitlarning mavjudligi. Chunki biz sahroni qoq o'rtasidamiz hozir va bu yo'lga shuncha sharoit yaratish o'zi oson bo'lmagan, lekin buni amallashgan, bu uddasidan chiqishgan. Umuman olganda tur dahshat. Bu chodirga yetib olish uchun tuyalardan foydalanamiz. Sahroga kelishga anchadan beri orzu qilgan edim. Bugungi kun ham tugadi. Endi gruppam bilan chodirlarga boramiz. To'xta. Mani gruppam qani o'zi? Hozir endi men qadamlarimdan qarab yurishni boshladim. O'zinglar agar yo'qolib qolsanglar, ketmanglar hech qayerga, kutib turinglar deyishdi. Lekin biz ozgina yurish kerak menimcha, chunki kechqurun tushyapti. Может, men bu ko'rayotgan qadaminglardan yurib ko'raman. Agar shu qadamlardan yurib, может, boya kelgan joyimga chiqib qolarman. Hamma shu yerda ekan. Gruppamni topganimdan keyin ancha ko'ngil xotirjam bo'ldi. Qizig'i, ular yo'qolib qolganimni bilgani ham yo'q. Xullas, o'sha 5 yulduzli chodirga borib, ovqatlanib, berberlar musiqasini eshitib, sahroda uxlashga tayyorlandik. Sahroda tong otdi va qoidaga ko'ra ertalab turganda hamma joylarni tekshirish kerak ekan va oyoq kiyimlarni glavnisi yerga qoqish kerak. Chunki ilonchi ayollar issiqroq joylarga kirib, kichikroq joylarga kirib olar ekan, o'sha yoqqa joylashib olar ekan. Va kechqurun oyoq kiyimingiz bu ular uchun juda ham yaxshi joy hisoblanar ekan. Va undan tashqari sumkalar, hozir ko'rsataman, sumkalaringizni va shunga o'xshagan narsalaringizni yaxshilab yopishingiz kerak. Chunki yana o'sha ilonchi ayollar uchun bu idealniy joy hisoblanar ekan. Sahroda hozir quyosh chiqadi, o'shani ko'rsatishga harakat qilaman.
Biza yana yo'lga tushdik. Axir ko'radigan joylar juda ko'p. Men endi bu yog'iga yo'limda davom etaman va sizlarga o'sha Marokashni, o'sha mashhur chegaralarini ko'rsatishga harakat qilaman. Uni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying, chunki u keyingi videoda bo'ladi.